Ahmetcan otaning xonadonida biz uchun mehmon sharafiga mana osh tayyorlatibdi, palov. Mana bu payg'ambarimiz sevib yegan ko'kkadu taomi ekan. Taomi. Mana bu yigit Ahmetcan otaning o'g'illari Abdulaziz otamni o'zimdan oldin uylantiraman deb o'tiribdi. Men salab aytib berar ekanman to'yda. Zayniddin domla nikoh o'qiydi. O'rozboy bilan bir pirim raqsga tushadilar. Raqs tushmaydimi? Kuyov navkar bo'lib yuradilar. Demak raqsga tushish man qilindi. Ular endi yaxshi bo'lib, kuyov navkar bo'lib adab bilan turadilar. Yaxshi.